Başım üzre pervanem, bana afkarım otecanım derman. Bağışlayman pende canu cehanem, büzrük varım otecanım derman. Bağışlayman pende canu cehanem, büzrük varım otecanım derman. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Biz Ustozoda xonanda Shamsiddin Hamdard bilan Urganch tumanidagi Imorat ota qabristoni qoshidagi masjid imomi Mo'minjon aka Basharif huzurlariga keldik va ularga biroz bir hol-ahvol so'rab, mana shu Imorat bobo qabristoni xususida umuman o'zlari bir bilgan fikrlarni gapirib o'tsalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinch omonmisiz? Biz mana ziyorat bilan Toshkentdan, poytaxtdan mana Xorazmga keldik. Qabul aylasin ziyoratlaringizni. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Shari maqsadingiz hosil etsin Alloh taolaga ham. Salomat bo'lasizlar. Ilohim aytganingiz. Mana endi Shamsiddin do'stimiz Ustozoda xonanda. Otalari ustozlari ko'pchilik mana shu qabristonda dafn etilgan ekanlar. Hozir kirib ziyorat qilib chiqamiz. Shu xususida bir qisqagina o'zingiz fikringizni bildirsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ashabi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yine mübarek bir dergahta, yani mübarek dergahki Allah Teala'nın beytede oturtmaz. Yani Şeyh Şarifpa Mescid'de İmarat Boğa kabristan karşıda. Şurada yine bu mescidimiz 2017 yıl mana shu Kamiljon Tanzibning 100 yıllık yubiley sharofati bilan prezidentimiz shu 100 yillik o'tiramiz degan sharofati bilan qaytadan tipovoy qilib bir qurildi. Undan elden bir de kurulup durgan mescid mana shu Hashar yo'li bilan Kamiljon Tanzib boshchiligida mana shu shogirdlari boshchiligida qurilgan mescid. Yine şu shogirdlardan biri, xos shogirdlardan biri men Bobomur Hamdam. Endi rahmatlik. Alloh rahmat qilsin. Bilan 1 yildan oshdi axir, to'g'rimi? 1 yildan oshdi yana. Shu yerda ustoz yonida yotamonda bir yerga kelar edi. Shu vaqtida shu yerda bir kengroq yerda yatib shu yerda qilindi. Endi qarang, shu yerda yana shogirdlari kelib shu yerni obod qildilar. Shu yerni chiroyli obod. Shu shogirdlari sababdan eng yaxshi shogirdlardan endi ota-onasining shogirdlaridan Karim Rahmon. Haqiqiy mana shu yerga xos shogird ekan, haqiqiy shu ustozlarning bir izidan boradigan inson ekan. Shu masjidni obod qilishdan eng katta, shu hattoki bir yere bir ikkisimda tok kelar edi. Tok keldi. Shu yerda usulitel aytgan vaqtida, yani kolonkada chiqqan vaqtida guydirib tashlar edi, usulitel guyib ketar edi. Shu narsalarni netib transformator o'tirib berding shu yerga. Boshqosh bo'lding shu yerda, shu yerdan obod qilding, bu yerda stenkalarni obod qilib shu yerga boshqosh bo'ldi. Hatto ustidan shu yerda qilishdan shu yerda o'zi tanlab netganmiz. O'zi hayotlikda yerda otangisi kelar edi. Kelgan vaqtida shu yerda ustozim yonida yotamda dim yanini ko'rsatadi. Shunda Karim Rahmon bilan bu yanini ko'rsatib, bu yerda aytgandan keyin shuni qilib qo'yardik shu yerni. Lekin baribir niyati xolis ekan, baribir shu yerga keldi baribir otani. Alloh taolo rahmat aylasin. Yine chiroyli bo'lib obod gullar ekilib turibdi shogirdlar. Shu yerni hammasi Karim Rahmonning boshchiligida bo'lib turibdi shu yerda hammasi. Alloh taolo u insondan umrini uzoq aylaysin, salomat bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Shu jamoat tomonidan bu yerdagi qabristonda qilib turgan ishlarni jur'at qilmaydi ekan, uni xalq qiladi ekan, uni xalq, chunki shu insondan manfaat ko'rgani uchun, shu insonni donig'ani uchun qiladi ekan. Ya'ni shirk keltirmagan holatda chiroyli qilib, obod qilib qo'yadi ekan. Mo'minjon aka, hattoki to'g'rig'i shu gaplaringiz to'g'rig'i shu Toshkentdagi poytaxtlarga borganda eshitganmiz. Endi hozir bu narsalarni o'zi isbot bilan eshitib turibman. To'g'ri. Haqiqat bu Karim Rahmon bilan Giyendimiz shu bilan kelardi-da. Shu narsa obod qilishim, shu narsa aytaman, bir vaqtindan endi men vaqtlarni bilmayman, endi bu yerda qilinib turgan eski masjid 69-70 yilda qurilganda, ina bu hatto 10 gektar paxsa devor ham bu arkli darvoza endi rekonstruksiya bo'lgan bu. Ne qilib
shu vaqtida qilingan shu yani shu shogirdlari bilan shu otalarimiz bilan nelar bilan xalq bilan hashar bilan qilingan narsalar. Yine Alloh taolo shu insonni yine o'ldi o'chdi emas, o'ldi tirik etib o'tdi, tirik etib. Hakam kim agar bir hofiz agar eslaydigan bo'lsam, shu insonni eslaydilar baribir, shu insonni eslaydi. Lekin hammaga mana shunday inson bo'lsa ro'zi nasib eylesin hemen hem. Şimdi insan şehri maksudiyetlerini xaslashadi. Çünkü bu narsaning eng tepasida avvalambor yurtboshimizning umri uzoq bo'lsin. Çünkü dine ko'p e'tibor qildi yine. Yine qarang, İmam Buxoriy majmuasini qaytadan noldan qilib turgani bu dinga katta bir e'tibor. Dinga katta e'tibor qildimi? Shu prezidentimiz kelgandan keyin shu Kamjon Tanzibning 100 yillik sharofati bilan masjidimiz ham tepoy qaytadan qurilgan o'sha yerda. Bo'lmasa u tayzikli davrlarda mustabid tuzumlarda orqa asrda bu masjid tugir agar masjidni bir davr ekan serish bir amri mahol bo'ldi aytaradilar. Lekin mana shunday davrda shu insonlarga izidan ergashganlar yana aziz bo'lib mana shu yerga kelib turdi. Shuning uchun Alloh borda, Alloh baribir insonni aziz qiladi ekan yana. Alloh bor yana. Geldiniz Allah Teala şer'i maksudim hasıl eylesin. Atanızı yine eslab oturmaz çünkü eslenip oturgan yerden bu insanın ruh şad boladı. Yaxşılıkta eslense ruh şad boladı ki insanına. Rahmat. Allah Teala sizlerine Allah Teala şer'i maksudim hasıl eylesin. Bo'yicha nomli rahmat ma'lumotlar uchun xursand bo'ldik. Endi bizda hozir marhum Bobomurod Hamdamovni mana shu qabristonda dafn etilganlar hozir birgalikda farzandlaridan borib ziyorat qilsakda bunga o'zinglar ham guvoh bo'lsanglar. Ruxsat bersangiz, Xonjon aka. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam seyyidi Muhammed. Allah Teala ziyaretleriniz kabul eylesin. Şer'i maksudu bilası khasıl. Ötkenlerin soruklarını Allah Teala'ya müşahede eylesin. Ve sallallahu teala hayır halk. Rahmat. Kabul eylesin. Selamat ogaysizlar. Çay için. Qadrli kuzatuvchilarimiz, mana hozir biz Shamsiddin Hamdamov bilan otani qabrlariga qarab yo'l oldik. Albatta bu ham farz, ham qarz O'rganch tumanidagi Imorat bobo qabristoniga keldik. Lekin haqiqatan obodonlashtirish ishlari ancha yaxshi ekan, chunki mana imom domla ham gapirdilar. Burxon aka mana shular mana bu stoyankalarimizni mana tep-tekis qilib chiroyli qilib obod qilib qo'yibdilar. Mana bular nima deymiz bu o'zbekchada? Reshotka deymiz. Reshotka duramiz endi hozir. Reshotka, mana bu archalar. Bu ichkarida bir 100 tacha archa ekilgan. Hammasini Alloh rozi bo'lsin, baraka topsinlar. Karim boy aka Rahmonov shogirdlari bor. Shular boya domla aytdilar, shu ustozga bo'lgan bir mehrlari, sadoqatlari nima qilib bu aka albatta nimaiki bo'lsa Allohdan Burxon aka. Mana shu devorni ko'ryapsizmi? Qabristonni nimasini? Tamam, devor. Ha, shunda ham adam shaxsan o'zlari qo'l mehnatlari mana shu loyotganlar mana shu devorlarga. Mana shu devorlarga o'zlari loyotgan, ustozlariga bo'lgan nimalari, hurmatlari, muhabbatlari shu mana shu qabristonda ustozim yotibdi deb o'zlari shaxsan o'zlari ishlaganlar mana shu ustalar bilan qo'shilishib birgalikda. Bu endi nima emas, kirpich emas, g'isht emas, loy. Ha, o'zlari shaxsan o'zlari nima dedi? Sizda ham bor shunaqa narsa? Lo'mboz deydi. Lo'mboz, paxsa deydi. Shu paxsa o'zlari shaxsan o'zlari loyotganlarda. Xuddi shu endi mana Karimboy aka Rahmonov shogirdlaridan qaytyapti. Desa ham bo'ladi-da, qaytar dunyoga mana hamma o'zlari obod qilib quduqlar qozdirib shu ustozimning tepalariga daraxtlar qurib qolmasin deb. Assalomu alaykum marhumlar. Assalomu alaykum marhumlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum marhumlar. Ta'sirchimizdan iltimos qilamiz, yaqinroq borib shu bitiklarni olsalar suratga olib. Bobomurod Hamdamov 1940-yil 4-mart tavallud topganlar. 2024-yil 2-sentyabrda qazo qilganlar. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti. O'tirib keling. Hozir kelgan. Qilamiz.
Shamsiddin, Mana. qarang, bu ham bir Allohning inomida. Mana hozir shundoq kelib gapirib bo'lishimiz bilan qarang, o'z-o'zidan azon aytishimiz. Azon. Biz ataylab shu joyga, shu vaqtga mo'ljallaganmiz-ku. Bu o'z-o'zidan Allohning izni bilan qarang, azon ham Albatta. aytilib turibdi. Allohning karomati. Ha. Jannat inson bo'lganlarda hammaga, butun yosh-u qarilarga bir xil bo'lib, oddiy ko'cha-ko'yda hamma bilan gaplashib, biz endi ko'p ko'rganmiz sizlarni. Sizlarni bilasizlar, biz endi tashqaridan ko'rganimiz haqiqatdan oddiy insonlar. Adam rahmatli odamni mansabiga qarab muomala qilmasdilar Burxon aka. Men ko'rganman, o'zim esini tanibmanki, yonlarida birga yurganman. Do'st sifatida, o'rtoq sifatida ministr va kazolardan tortib oddiy avtobus haydovchisigacha o'rtoqlari bor edi. Mana Xivada rahmatli Soyib aka degan nimalari bo'lardi, og'aynilari. Avtobus haydovchisi edi. U mansabga qarab, nimaga qarab emas, odamning insoniyligiga, qalbiga qarab muomala qilib, nima qilardilar. Bu aslida hamma odam, inson ham shunaqa bo'lishi kerak, menimcha, kamlikda kamollikda. Odam tanib. Alloh suygan inson edi. Hamma bir teng odam. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin, rahmanir rohim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin. Ya Rabb Allohim, shu o'qilmish Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan savobni odamdan xotamgacha, xotamdan shu damgacha o'tgan mo'min musulmon bandalarning ruh poklariga baxshida qildim. Jamiki azizlar, avliyo, anbiyolar, payg'ambarlar ruh poklariga baxshida qildim. Xususan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruh poklariga baxshida qildim. Shu qabristonda yotgan mo'min musulmon bandalarning ruh poklariga baxshida qildim. Komiljon Otaniyozov ustozimizning ruh poklariga baxshida qildim. Otajonimning ruh poklariga baxshida qildim. Jamiki bizlar duoga qo'l ochib o'tirgan bandalarni 7 pushtidan 70 pushtiga o'tgan ota bobolarimizning ruh poklariga baxshida qildim. Jamiki bizlardan umidvor bo'lgan bandalarning ruh poklariga baxshida qildim. O'zingga baxshida qildim Allohim. O'qilmish kalomlaringning savobini shu bandalarning ruh poklariga yetqiz Allohim. Oxiratlarni obod qilgin, qabrlarini nuri munavvar, shoista jannat qilgin. Qabrlarni Qur'on nuriga to'ldirgin. Bu dunyoda bandalik bilan bilib bilmay qilgan gunohlarni o'zing kechirgin, mag'firat qilgin Allohim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Allohu akbar. Assalomu alaykum dadajon. Men keldim. Oxiratlaringiz obod bo'lsin iloyim. Yotgan joylaringiz nuri munavvar, shoista jannat bo'lsin. Qabrlaringiz Qur'on nuriga to'lsin. Tinch xotirjam yoting otajon. Men yaxshi yuribman. Mendan xavotir olmang. Vasiyatlaringiz bugungiday esimda. Aziz muxlislarim, meni qanaqa yaxshi ko'rsangiz, shu o'g'limni shunaqa yaxshi ko'ringlar. Meni o'rnimga shu qolish kerak, Xudo xohlasa. Shularni davom qildirish kerak. Hamma qo'shiq itcha bo'lsin, afg'oncha bo'lsin, tojikcha bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, hammasini aralashtirib aytish kerak.
Xudo xohlasa. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha, kuchim yetgancha o'zingiz aytgandek izingizni davom qildirib, kasbingizni davom qildiraman har qanaqa to'siq qarshiliklarga qaramasdan. Nozila nevarangiz ham katta yutuqlarga erishib, Xudo xohlasa bobojonimni qo'shiqlarni kitob qilib chiqazaman deb bitta niyatlar qilgan. Inshaalloh qo'shiqlaringizni butun dunyoga tarqatamiz. Bir-biridan go'zal, chiroyli, beqiyos asarlaringizni. Juda yo'qligingiz bilinyapti dadajon. Ayniqsa men uchun, muxlislaringiz uchun. Başım üzre pervanem, panohkarım otacanım derman. Bağışlayman tende canu cahanem, buzrükvarım otacanım derman. Bağışlayman tende canu cahanem, buzrükvarım otacanım derman. Sınavlar düşkənində başqa həmdən qıravlar. Dosting mən deb satgənində birovlar, mədədkarım otacanım derman. Dosting mən deb satgənində birovlar, mədədkarım otacanım derman. Dosting mən deb satgənində birovlar, mədədkarım otacanım derman. Dardurulup sançıp qalsa yüreğim, hiç kimlərə bolmay qaldı kereğim. Yana uzun vergen tilayım, şifakarım otacanım derman. Yana uzun vergen tilayım, şifakarım otacanım derman. Yana uzun vergen tilayım, şifakarım otacanım derman. Varlığınız, sağlığınız davlatim, Allah menga inom etgan savlatim. Otacanım bebaho beminnatim, xaloskorım otacanım derman derman. Otacanım bebaho beminnatim, xaloskorım otacanım derman. Otacanım bebaho beminnatim, xaloskorım otacanım derman. Allah Taala ziyoratlarinizni qabul eylesin. Salomat
Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahabe ecmaîn. Allah Teala ziyaretleriniz kabul eylesin. Şer'i maksud ümlesi hasıl etsin. Hasreten bu sanatkarlar, ustad sanatkar Kamjan Taniyazov, Atan Zaxon, hasreten xos şagirdlari bo'lmuş merhum babamın hamdına Allah Teala ruhlarına şad eylesin. Allah Teala'ya. Allah Teala'ya mana shunday insonlarni yana elimiz yurtimizda chiqishini Alloh taolo ro'zi nasib eylesin. Elimizda yurtimizda bundan da go'zal bo'lsa Allohimizga ro'zi nasib eylesin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Va sallallohu alayhi va sallam. Qabul eylesin. Salomat bo'linglar.